Kitob.uz taqdim etadi. Internet fiqhi. 6. Musulmon kishi ota-onasi yonida ham telefonda gaplashmaydi. Chunki u ota-onasining qarshisida turishni Ka'ba qarshisida turishdek baholaydi. Ota-ona bolasining telefonga nazar tashlashining hech qanday yomon joyi yo'qligini aytsa, boshqa gap albatta. Ammo ona dardini bayon qilayotganda unga e'tibor bermay telefon titkalash Allohga eltuvchi barcha yo'llar o'tadigan ota-onaga hurmatsizlikdir. Shariat tarbiyasini ko'rgan ummat bunday odobsizliklarga qo'l urmaydi. 7. Ilm majlislarida, dars halqasida ham telefon bilan band bo'linmaydi. Shunchalik zarur ishi bo'lgan kishi shundoq ham o'sha kuni darsga bormaydi. Yana bir boshqa muammo shuki, oldin telefonlar zang chalganda bir xil musiqa yangrardi. Hozir esa sanoqsiz ohangdagi ovozlar yangramoqda. Bugungi kunda qo'shiqchi-yu laparchi ovozidan tortib, buqa-yu qurbaqa tovushigacha zang bo'lib yangramoqda. Buqa ovozidan ham qo'ng'iroq qilayotganini bildirish uchun foydalaniladimi? La havla va la quvvata illa billah. Shayton bizni qay holga tushirdi-yu, qanday ustimizdan kulib o'ynamoqda. Zavq-u shavqimizni sharmandai sharmisorlik bilan almashtirdi. Inson ham baxt saodat istaydi, ham qop-qora kiyim kiyib zim-ziyo bir uyda yashaydi. Axir kishi ochiq rang odamga zavq bag'ishlashini bilmaydimi? Shuning uchun ham osmon moviy rangda-ku. Hatto butun bir orkestr ijro etgan musiqalarni ham zang chalishga qo'yishadi. Bunaqa telefon musulmonning telefoni emas. 9. Telefonga ham mudom Qur'on o'qitish, turli qorilarning qiroatlarini u orqali tinglash ham telefonning musulmonlashganini bildirmaydi. Mobil telefonning barcha imkoniyatlaridan foydalanishni bilishimiz lozim. Ammo Allohning kitobi va musulmonlarning e'tiqod darajalari ramzi qilib olmaslik kerak uni. Hatto telefonda azon aytirish ham islomiy shaxsiyatni ifodalamaydi. Amallarimiz va axloqlarimizda namoyon bo'lishi kerak bo'lgan musulmonligimiz telefonimizga bog'liq bo'lib qolgan bo'lsa, holimizga voy. 10. Telefonlarda ovozni yozib olish masalasi ham yuzaga kelgan axloqiy muammolarimizdan biridir. Bir musulmonning ovozi va tasvirining uning izni bo'lmay turib qo'llanilishi haromdir va o'sha bandaning haqqi sanaladi. Bunda iffatimiz va hayomiz juda muhim o'rin tutadi. Faqatgina qizlarimizga tegajoqlik qilinganda iffatimizga zarar yetadi degan gap yo'q. Hammamiz yoki musulmon birodarimiz deya bemalol gaplashadigan insonimiz aytganlarimizni tevarak atrofga sharmanda qiladigan shaklda yozib olgan bo'lsa, bu axloq qoidalariga to'g'ri keladigan harakat sanalmaydi. Xuddi shunga o'xshab suhbatdoshga ma'lum qilmasdan turib, diktofonni yoqib qo'yish ham to'g'ri emas. Gaplashilayotgan kishi ehtimol o'zining mahramidir. Ammo yaqin kishim deb aytganlarini boshqalarga oshkor etib uni sharmanda qilish bandaning haqqini zoya etishdir. 11. SMS yuborish kasalligi ham bir muammodir. Juma kuni, islomning muborak kechalari, turli xil bayramlarda ketma-ket SMSlar kelaveradi telefoningizga. SMS yuborish xabarni yetkazish demakdir. Bu o'rinda o'zimdan misol keltiray. Tasavvur qilki, men sening ustozingman. Sen menga telefon qilib turasan, men esa senga. O'rtada birodarlik rishtamiz bor. Aniqroq aytganda bu rishta ustoz-shogird, amaki-jiyan munosabatidan iborat. Salom berganda ham assalomu alaykum ustoz demaysan, balki odob bilan hurmatimni joyiga qo'ygan holda so'rashasan. Ammo SMS yuborganingda kelgan narsani o'qib kulishimni ham, yig'lashimni ham bilmay qolaman. Taxminan mana bunday so'zlarni yuborgan bo'lasan. Ey zalolat botqog'iga tushib qolgan qisqich baqa, bu yerdan qutulish uchun Alloh senga bergan bu imkoniyatdan foydalan. Bu kecha o'rningdan ibodatga tur, yo'qsa zulmat qa'riga g'arq bo'lasan. Ashuro kechangiz muborak bo'lsin. Yuborgan kishining o'zi ham SMSda nima yozilganini bilmaydi. Chunki boshqa biri yuborgan narsani menga tashlagan. Bu ish odobsizlikdan boshqa narsa emas. Qisqasi, SMSlarimiz va gapirayotgan gaplarimiz qandayligimizni ko'rsatib turadi. 12. Musulmon kishi yanada yaxshiroq markali telefon olishga imkoniyati bo'la turib, oddiyginasini ishlatishi joiz emas. Turli nosozliklari bo'lgan, gaplashayotganda o'chib qoladigan, SMS yuborsa boshqasiga ketib qoladigan telefondan foydalanmagan ma'qul. Bu gapimga diqqat qiling. Musulmon kishiga oltin uzuk ham, temir uzuk ham haromdir.
Chunki musulmon hurmatli insondir. U erkak kishi boy bo'lsa-da, kambag'al bo'lsa-da uzuk taqmagani ma'qul. Taqqan taqdirda ham sunnat sanaladegani kumush uzuk taqadi. Uchiga chiqqan isrof ham haromdir. Juda ham nochorlashib qolish ham joiz emas. Musulmon kishi yangi chiqibdi deb hamma telefonni ham sotib olaverishi shart emas. Ammo qishlog'iga borib kelganda muammo tug'dirmaydigan, to'lqinni yaxshi ushlaydigan, ekrani ham tiniq va sifatli bo'lgan telefondan foydalanish uning haqqidir.